markaziy televideniyesi taqdim etadi. Ko'k sichqoncha bilan xumbosh mushuk sarguzashtlari. Ssenariy muallifi Zhang Xiaolao, rejissyor Gao Lanqiang, rassom Liu Yawen, bastakor Zhu Ji, multiplikator Cheng Xiangming. 小小老鼠，小小老鼠上高天。大脸猫，大脸猫没主意。喵咪咪喵咪咪喵咪。扑通一声掉下河，你可千万别着急。扑通一声掉下河，你可千万别着急。小小老鼠，小小老鼠不透明。大脸猫，大脸猫爱吃鱼。喵咪咪喵咪咪喵咪咪。世上有我就有你，我们永远不分离。世上有我就有你，我们永远不分离。Meni qo'limdan boshimga o'xshagan katta ishlar keladi. Men ham Lampidek zo'r tomoshalar ko'rsata olaman. Aslida meni shogirdim u. Qanaqasiga shogirding bo'lar ekan, hali seni bitta ham tomoshaingni ko'rganimiz yo'q-ku. Qani tomosha ko'rsatchi? Ha, ko'rsat. Qalay zo'r, ha? Hech zo'rmas. Hech qanaqa qiziq yo'q. Shu ham tomosha bo'ldi-yu. Mana senga Men yana qo'limda narsalarni o'ynatishni ham bilaman. Ko'k sichqon tuxumlarni o'ynatadi. Men undan ham zo'r o'ynataman. Hozir ko'rasizlar. Ha, mana. Men fokus ko'rsatishni ham bilaman. Qani ko'rsat. Mana hech narsa yo'q. Endi diqqat. Qalay? Qalay? Hozir shoshmanglar. Mana. Qani edi men ham mashhur bo'lsam. Hidini shokolad mashina. Oy, zo'rda. Oy. Yegim kelyapti. Mana u yerini totib ko'raychi. Yana yeyman. Shirin ekan. Ko'rmaydigan joyini yeyish kerak. Mana buni yeyman. Kattagina ekan. Maza. Hayır, yapmalıylar.
Nima bo'lyapti o'zi? Voy, yeb qo'yishibdi-ku. Hozir Oy. Yumshatib qayta yasash kerak. Ana bo'ldi. Ko'k sichqon. Salom. Mushuk, Bu seni mashinangmi? sen meni mashinamni o'g'irlamoqchi bo'lding. Yaramas. Ko'k sichqon, meni kechir. Bilmay mashinangni bir bo'lagini yeb qo'yibman. Meni boshim katta bo'lgani uchun xumbosh mushuk deb chaqirishadi. Menda nima ishing bor edi? Senikidagi shokolad mashinam bo'lishini istayman. Haydashni bilasanmi o'zi? O'rgansam bu mashinani bemalol hayday olaman, ha? Esi yo'q xumbosh mushuk. Mashinamni yeding, indamadim. Endi uni haydamoqchi bo'lyapsanmi? Xafa bo'lma, unday demoqchi emasdim. Faqat aytchi, men ham sendek tomosha ko'rsata olarmikinman? Nima deysan? Nima qila olasan? Senga o'xshab zo'r tomoshalar ko'rsatmoqchiman. Buni so'rayotganim yo'q. Nimani bilasan? Zo'r falsafani. Mushuk bilan sichqonning do'st bo'lishi hammani hayratda qoldiradi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, ajoyib tomosha ko'rsatdi. Yo'q, bo'lmaydi, bu falsafa endi hech kimga qizig'i yo'q. Hoy, qayoqqa? Nima qilsam ekan? Topdim. Ko'k sichqon, shoshmay tur. Men kelyapman. Nimaga? Birga tomosha ko'rsataylik. Bo'lmaydi. Nimaga? Chunki hech narsani bilmaysan. Voy, chuqurlikka tushib ketdik-ku. Hey, senga yordam berishim mumkin. Faqat bir shartim bor. Gapini qaranglar, shartim bor emish. Birga sirk truppas tuzaylik. Senga tomosha ko'rsatishingda yordam berardim, ha? Yordaming kerak emas. Shartingni pishirib ye. O'zim chiqib olaman. Shunday chuqurlikdan qarab chiqib olasan, ha? Hozir ko'rasan. Hoy, xumbosh mushuk, mana qarab tur. Ha? Voy. Voy, ko'k sichqon, yomon yiqilmadingmi? Aytdim-ku, yordamsiz chiqa olmaysan-da. Ko'rib qo'yamiz endi. Qanday chiqarkansan? Achu! Voy! Oppa! Ura! Aksirgani juda qo'l keldi-da, chuqurlikdan bir pasda chiqib oldim. Biram kulgili bo'ldiki. Voy, qayoqqa ketyapsan? Kel, do'st bo'lamiz. Lekin bizning sirk truppamiz seni bugundan boshlab ishga qabul qildi. Rostdanmi? Men endi sirkda ishlayman. Ura! Qani, mashinaga o'tir. Qanday yaxshi. Ey! Bu qanaqasi? Nima qilayotganingni bilasanmi o'zi? Bu shokolad mashina bo'lsa ham, uni yeyishga haqqing yo'q, u meniki. Bilmay qoldim. Meni kechir. Boshqa yemayman, so'z beraman. Yaxshi. Qani ketdik.